Burunning Misrning yiroq bir kentida bir ovchi yashaydi ekan. Uning bir ishti bo'lgan ekan. Bir kuni ular ovga chiqmoqchi bo'pti. Ha, jonivor, bugun havo xili yaxshi ekan-a? Yur, mangayli. Ular mengib bir yerga kelganda, oldiga bir savdogarning oltin kumush besilgan kala harvasi uchrabdi. Yaxshimsiz? Yaxshimsiz? Sizga qarsam, biri o'ngsizlik uchirgandek qilasiz. Nima ish bo'ldi? Yordamim kerakmi? Harvam mengib mushaga kelganda oldichoq sunib ketdi. Yo'limni qat'iy davom etamidim. Siz mushada bularga qarab tursangiz, men Unavandan birani tep akasam. Ha, bo'ldi. Siz xotirjam berib keling. Men bu yerda saqlab turay. Rahmat sizga, bak yaxshi bo'ldi. Shuning bilan savdogar Hunarvan izlab kanit tarafga qarab mengibdi. Ovchi bilan uning ishti kala harvisining yonida o'ltirib, savdogarning qaytib kelishini saqlabdi. Saqlab verib kech bo'pti. Lekin savdogar qaytib kelmabdi. Qorong'u bo'lgan seri ovchi tit bo'lishga boshlabdi. Anamning ko'zi yaxshi emas. Narsalarni endi ko'rolmaydi. Yenida men yo'q, tomoq yemay qo'risi tazimi ochqandi-a? Bu bolam ajab qaytib kelmaydi-ku. Bir ish bo'lmaganda-a? Odamni ajab ansiratdi. Men anamdan bek ansirab qoldim. Men uyga qaytaveray. Sen mush yerda qilib, narsalarga obdan qarab turg'in-a? O'g'irlar ap qochmasa yana. Shuning bilan ovchi uyga qaytib mengibdi. Ish bo'lsa xuddi sodiq kuzatchilardek harvaning atrofini aylanib, savdogarning kelishini saqlabdi. Savdogar bo'lsa, bir necha kanitni izlabmi, Hunarvan topolmabdi. Yerim kecha bo'lganda, oxir bir kanitdan harva o'ngshaydigan Hunarvanni tepibdi. Ustam, mening harvam yerim yo'lda chatoq chiqib buzilib qoldi. Harvamni men bilan bilib berib, o'ngshab bera olamsiz? Ha, bo'ldi. Men o'ngshab beray. Yuring amsa. Shuning bilan savdogar Hunarvanni boshlab harva yeniga kelibdi. Qarasa, ishning egisi yo'q turg'uday. Ha, egan qaytibdi-da jonivor. Ajabmi, gap anglaydigan vafodor ishitgansa. Olg'in bu tangilarni. Eganing yeniga qaytqin, ha? Sizlarga ko'p rahmat. Ovchi uyiga kelib, onasiga tomoq etib yegizibdi. Va onasini uxlatib qo'yib, eshik oldida itini saqlab turibdi. It yugurganicha egisining oldiga kelibdi va tangilarni egisiga beribdi. Men sen savdogarning narsalariga yaxshi qara, o'g'riga berma desam, sen o'zing tangilarni o'g'irlab kelibsan-ku. Xap seni, toza bir jazolamsan. Shunda qilib ovchi itini sen tangilarni o'g'irlading deb qafasga so'lab qo'yibdi. Ovchi tangilarni egisiga qaytarib bermoqchi bo'lib, savdogarni izlab mengibdi. Ovchi birodar, ajab o'zingiz yolg'iz kelibsiz-ku. Ishtingiz qani? O ishtingiz bakmi vafodor, aqlli ishitgan. Men qaytib kelguncha narsalar shundoq yaxshi qarab turibdi. Men uningga ozroq tangilarni berib, eganing yeniga qaytqin degandim. Ovchi savdogarning gapini anglab, ahvolni to'liq aniqlamasdala, aldirab, ochiqlanib, ishtini jazolig'iniga pushaymon qilganicha turib qopdi. Ovchi uyiga qaytib, aldirab uni jazolaganligidan xijil bo'lib, ishtidan kechirim so'rabdi. Karton darsi